do'stlar, bitta shoxda 4 ta yoki 6 ta. Yo'q, qarang mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bitta. Har biri 100 grammdan chiqqanda bitta shoxda 1 kilo. Bu daraxtda xuddi shunaqa shoxdan 1 2 3 4 5 5 ta. Har bitta shoxda 5 ta. Bu degani 5 kilo. Bunaqa shoxdan bu daraxtda 10 ta bor. 50 kilo mevasi bor. Bu mevani xuddi shunaqa sifatli yetishtirish uchun o'zi bo'lmaydi. Agronomdan to'liq maslahat olib va buni ekilish, boshidan boshlab ekilish, qarash, dori solish va obreska qilish va barcha toqalash, sirlashtirish tizimidan to'liq foydalanish kerak bo'ladi do'stlar. Pastdagi nomerlarga aloqa etsalaring, inshaalloh Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz va sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli va yirik meva yetishtirishda va eksport jarayonini zo'r yo'lga qo'yishda yordam beramiz. Bizni kuzatamiz va like bosamiz va obuna bo'lish esdan chiqmasin, chunki sizda agar mevali daraxtingiz bo'ladigan bo'lsa, siz uni mevasini kelajakda oson eksport qilishingizga biz juda ham katta yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar.